Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Sizlar bilan Telegram savol-javoblarimizni davom etamiz. Assalomu alaykum doktor, meni o'g'lim kalsiy, vitamin D kam bo'lib tug'ilgan. Shuni oldini olish uchun homiladorlikda ona kalsiy yo vitamin D ichish kerakmi? Hozir ko'pchilikda shu ahvol. Massajga borgan, soqasi rivojlanmayotgan, so'zlar ko'paygan degan ma'noda savol yo'llaganlar. Albatta, homiladorlikda kalsiy ichish kerak. Qaysi muddatda homiladorlikda, qaysi haftalarda ichish kerak? Homiladorlikda 22 haftaligidan 28 haftalikkacha kalsiy ichishni tavsiya qilinadi. Bunda chaqaloqda embrion vaqtida murakkab suyaklari, ya'ni yuz jag' suyaklari rivojlanadi. Shu vaqtda kalsiy miqdori juda ham ko'p miqdorda kerak bo'ladi va bolada kalsiy kam bo'lib tug'ilishini oldini olinadi. Xo'p, endi ikkinchi savollarida bu yerda soqasi rivojlanmaganligi oldini olish. Soqasi rivojlanmaganligini bilish uchun bolalarda normada o'zi 4 oylikdan boshlab soqachalar rengin tasvirida ko'rinishni boshlaydi. 4 oylikkacha rengin tasvirini tushirmagan ma'qul hisoblanadi. Xo'p, demak tushunarli bo'lgan bo'lsa, bolalarda 4 oylikdan keyin rengin tekshiruvdan o'tkazish kerak. Undan chiqqan natijalarda soqachalar kamligi yoki ortda rivojlanmay qolayotganlik holatlar bo'lsa, ortoped doktor bilan maslahatlashib, bola voyaga yetgunga qadar, yoshiga to'lgunga qadar massaj muolajalarini olib borish kerak. Hammalaringizga e'tiborlaringiz uchun rahmat.